Assalomu alaykum. Men 45 yoshdaman. Menda 14 yoshimda jigar kattalashish tashxisi qo'yilgan. Shundan beri hech ham men juda ko'p davolanganman, hech ham bir shifo topmaganman, yaxshi bo'lmaganman. Shu Instagramda ko'rib, tabiiy giyohlar bilan davolash nimasini ko'rib, dorilarni ichdim. Xudoga shukr, mana 4 oydan beri ichyapman. Jigarimda ham rosa katta o'zgarish bor. Undan tashqari zreniyalarimga ham dori ichdim. Zreniyam ham yaxshi. Xudoga shukr. Endi jigarimni hozir UZIga tushirganim yo'q, lekin o'zimni holatim ancha yaxshi. Men doim holsizlikda yurardim. Jigarim hisobiga yurak o'ynash, davleniya, yana nima desam bo'ladi. Shunaqa ko'p bezovtaliklar bo'lardi. Qabziyatlar, oyoq qo'limda og'riqlar bo'lar edi, boshimda og'riq. Xullas hammasidan 4 oy ichida bular deyarli yo'qoldi. Hozir ozgina jigarimda achish bor, lekin o'zimni rosa yaxshi his qilyapman. Holsizliklarim ham ancha ketgan, yo'qolgan. Ichinglar shu dorilarni. Nihoyatda yaxshi nima ekan, foydalari juda yaxshi ekan. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Shu hammaga rahmat. Shu yerdan shifo topganimga juda ham xursandman. Shu dorilarni orqasida turgan, shu bizni shifo topishimiz orqasida turgan hamma mutaxassislarga rahmat aytaman. Ilohim sog' bo'lsin. Qolgan kasallar ham kelinglar, ichinglar. Juda ham tez. Men ishansanglar, birinchi kuni ichganimdayoq o'zimda o'zgarishni sezganman. Ichinglar. Men mana hozir 45 yoshda bo'lsam, shu paytgacha davolangan bo'lsam, hech qachon o'zgarish sezmagan edim. Kundan kunga battarlashib, og'irlashib boraverardim. Shu darajaga borib qolgan edim. 2 kunlab boshimni to'shakdan ko'tara olmasdim shu holsizligimdan. Tahoratga ham juda ham qiynalardim. Hamma narsaga juda qiynalardim. Xudoga shukr, ancha yaxshiman. Bellarimdagi og'riqlarim ham yo'qoldi. Bu jigar pochkaga ham ta'sir qilar ekan. Pochkam ham yaxshi emas edi. Men shu birinchi ichgan kunimoq foydasini bilganman. Og'riqlarim, yurak o'ynoqlarim qolgan. Hozir mana Xudoga shukr, oyoqlarimdagi hamma og'riqlarim asta-sekin yo'qolyapti. Hammaga tavsiya qilaman. Hammaga shifo bersin.